2 kundan beri bitta poshsha moshinga kirganda hech chiqmaydi. Oynani ham ochdim, mo'ykaga ham borib ochib tashladim, hech chiqmayapti. Kechadan beri da hech ushlolmayapman. Ushlayman demay qayerga kirib ketadi. 2 kundan beri qo'llarimni hamma yerimda so'rib, qonimni so'rayapti-da. Shu bir narsa hayronman. Bu poshsham meni qonimni so'rdi. Ertaga bu poshsha baloli bo'lsa, keyin bolasini tanasida meni qonim oynama shunda? Ha? Keyin shundan chiqib, men bu poshshalarni avlodini bir bo'lakga aylanib qolaman-da unda. To'g'rimi? Meni qonimni so'rayapti-ku. Shuna qarabam, hech ushlolmayapman. Ushlayman deyman, qochib ketyapti. 2 kun bo'ldi, 2 kun. Bir dona poshsha. Keyin poshshalar avlodini bir bo'lakga aylanib qolaman-da shunda. Men qonimni so'rsa, bolalarini, poshshalar tanasi keyin men qonim aylanib yuraveradi-da, keyin bir-biriga ulashib, ha? Nima deysizlar shunga?